Allah Teala Kur'an'da aytgan: "A'udzu billahi mineşşeytanirracim. أولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون." Biz sana indirgan Qur'an onlarga mu'jiza bo'laroq yetmaymi? Ul Qur'an onlarga doimiy ravishda o'qila. Ham ul Qur'anda mu'minlar uchun rahmat ham va'zlar bor. Qur'an ul Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga indirilgan, bizga mutavattir yo'l bilan erishgan, namozda ham namozdan tish o'qib Allohga ibodat qilinadigan Alloh taolaning so'zi. Alloh taolo Qur'onni o'zining so'nggi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga 23 yil davomida indirgan, kishilarni haq ham durust yo'lga ko'ndirir uchun, nodonlik qorong'iligidan chiqarir uchun ham iymon yoqtiligini ko'ndirir uchun. Qur'onda kishilar uchun ko'p foydalar bor. Kim onu o'qisa, onun turunda fikr yuritsa, onun bilan amal qilsa, u bu dunyoda da oxiratda da o'ngishga erishacak, ham baxtli bo'lacak. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam va yubashshirul mu'minina allazina ya'malunas-solihati anna lahum ajran kabira." Durustlikda bu Qur'on eng haq ham to'g'ri bo'lgan yo'lga ko'ndira. Ham izgi amal qiluvchi mu'minlarni buyuk ajr bilan shodlandira. İmam Ahmed'de kitirilgan Umar radıyallahu anhu Nafi'a ibn Abdul Harithni Mekke'de boshliq etib qo'ya. Ham onu bir vaqt G'asafanda uchrata, ham ayta: "Sen Mekke'de kimni qoldirding?" deb. U ayta: "Ibn Abzini" de. Umar radıyallahu anhu so'ray: "Kimsin ul Ibn Abzi?" U ayta: "Ul bizning ilikki qullarimizning birsi." Umar radıyallahu anhu ayta: "Sen ularga ilikki qulni boshliq etib qoldirdingmi?" deb so'raydigandan. U ayta: "Ya mu'minlarning amiri, ul de Qur'onni o'quvchi, farzlarni biluvchi qozi." Ham shundan so'ng Umar radıyallahu anhu aytgan, shundan da Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Innalloha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman va yad'u bihi akharin." Durustlikda Alloh taolo bu kitap bilan qo'y bir kishilarni ko'tara, ham qo'y bir kishilarni tubansita. Qur'on bilan amal qiluvchilarni Alloh taolo bu kitap bilan endi ko'tara, ham amal qilmovchilarni tubansita. Shunday endi Qur'on o'quvchilarni oxiratda da ko'p ne'matlar, darajalar kuta. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan: yuqalu li sohibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Qur'on o'qishiga aytilajak: o'qi ham ko'taril. Dunyoda o'qigan kibik o'qi, durustlikda sening o'rning so'nggi oyatni o'qigan o'rinda deb aytdi. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi." Qur'onni o'qig'iz, chunki qiyomat kunida u o'quvchilari uchun shafaatchi bo'lib kelajak. Qur'on shunday shafaatchi, kimning shafaati qabul etilar. Ham u shunday bahaschi, kimning bahasi qabul etilar. Kim onu oldinda tutsa, ya'ni ona yersa, onun qo'shganlarini o'tab, tilganlaridan tiyilsa, ularni jannatga kirdi. Kim endi onu ortida qoldirsa, ya'ni ona yermasa, onun qo'shganlarini o'tamasa, onun bilan amal qilmasa, ularni jahannamga itara. Osman radıyallahu anhu bir qabr oldinda endi bikniq yılı turgan bo'lgan. Hatta shul yılavundan onun soqollari yuvishlana turgan bo'lgan. Bir kishi so'ragan: "Şimdi
Jannat ham jahannam turunda esga olinganda buni xatli jilamysың, qabr oldinda yilysың deb so'ragan. Ondan Usmon radhiyallohu anhu aytgan, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim, qabr ul oxiratning birinchi bosqichi, kim ondan qutulsa, kim onun g'azabından qutulsa, ul onun kelajagida yengil bo'lajak. Kim onun g'azabından qutula olmasa, onun kelajagi tag'in da og'irroq bo'lajak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qabr g'azabından qutula turgan, ya'ni qabrda bizga shafaat qila turgan sura turida aytgan, inna suratan fil Qur'an 30 ayatan shafi'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladhi bi yadihi al-mulk. Durustlikda Qur'onda 30 oyatli sura bor. Kim uni o'qisa, ul uni o'qishiga shafaat qilajak, hatto onun gunohlari g'afur etilgancha. Ham ul tabarakalladhi bi yadihi al-mulk, ya'ni mulk surasi. Halid ibn Mag'dan radhiyallohu anhu aytgan, bu surani o'qishi, ya'ni bu surani o'qishiga u qabrda shafaat qilajak, ham Alloh taolaga aytashakdi. Ey Alloh, agardi, ya'ni mulk surasi aytashak, ey Alloh, agardi men sening kitobingda bo'lsam, shafaatimni qabul et, agar qabul etmasang meni ondansiz deb ayta. Ya'ni bu sura endi bizni qabr azobidan qutqara. Qur'onni o'quvning endi adablari bor. Ular birinchi shiratda endi tahoratli bo'lu, pok o'rinda o'qu, shista kiyim kiyu, islamay surtu, misvaq qo'llanu, qiblaga yo'nalu, tinchlik ham Alloh taoladan qo'rquv hissi bilan o'qu, oyatlarning ma'nolari turida fikr yurtu, birlashak ne'matlar, jannatlar turida oyatlar o'qiganda shodlanu, ham ularni so'rab duo qilu, jahannam, g'azab turida oyatlar o'qiganda Alloh taoladan, ya'ni ulardan saqlanishni so'rab, Alloh taolaga siyinu, ham kishi endi shul adablarni to'g'ri kelib endi o'qisa, Alloh taolaning oyatlarini o'qisa, mana shul sababli kishining iymoni orta. Alloh taolo aytgan, innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana. Haq mu'minlar shulardirki, qachon Alloh zikr etilsa, ularning ko'ngillari yumsharib, Allohdan qo'rqirlar. Ham Alloh taolaning oyatlari o'qilsa, ul oyatlar ularning iymonlarini orttirir deydi Alloh taolo. Kimda kim Qur'onni o'quni ham onun bilan amal qiluvni qoldirar ekan, ham umrin dunyo ishlari bilan mashg'ul etib, Qur'ondan hatto kichkina suralarida yodlamay ekan, onday kishining yuragi buzilgan bo'lar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam onday yurakli kishini jimirilgan uy bilan chog'ishtirgan. Ham aytgan, innallazi laysa fi jawfihi shay'un minal Qur'an kal baytil kharibi. Kishida Qur'ondan bir narsada bo'lmasadi, u jimirilgan uy kebikdi. Endi Qur'on bilan mashg'ul bo'luvchilar turida endi har vaqt Qur'onni o'quvchilar turida endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan, inna lillahi ahlina minan nas qalu ya Rasululloh man hum? Qala hum ahlul Qur'an ahlullohi va xossatuhu. Durustlikda kishilar orasida Alloh taolo uchun yaqinlar bor. Sahobalar so'raganlar, ya Allohning elchisi kim olar? U aytgan, Qur'on ahllari, ya'ni har vaqt Qur'on bilan bayli bo'lgan, ham Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan kishilar. Qur'on ham Alloh ahllari, ular Alloh taolaga ayiruvchi yaqin bo'lgan kishilar. Shunga ko'ra endi sahobalar har vaqt Qur'onni o'qiganlar, onun bilan amal qilganlar, ham onun, ya'ni Qur'on turida fikr yuritganlar. Alloh taolo endi bizni barchalarimizga da Qur'on bilan amal qiluvchilardan, Qur'onni o'quvchilardan bo'larga nasib aylasin. Ham ixlosli, taqvo mu'minlardan bo'larga nasib aylasin.
Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: неужели им недостаточно того, что мы не спаслали тебе Писание, которое им читается? Воистину в этом милость и напоминание для верующих. Аллах Всевышний не спаслал Коран последнему из посланников и пророков Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы наставить людей на истинный путь и вывести из тьмы невежества к свету веры. Коран содержит в себе для людей благо, истинное счастье и спасение от заблуждений. Аллах Всевышний сказал: воистину этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующих, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах возвещает многих людей из-за этой книги, то есть Корана, и унижает других из-за нее. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в судный день человеку Корана будет сказано: читай и поднимайся, читай ясно и красиво, как ты читал в этом мире. Когда ты дойдешь до последнего аята, это будет твоя ступень. В другом хадисе сказано: Коран — это такой заступник, чье заступничество принято, и такой спорщик, чьим спором согласились. Того, кто держит его перед собой, он ведет в рай, а кто кладет его за спину, он толкает в огонь. То есть, кто совершает деяние по нему, он ведет в рай, а кто оставляет повеление Корана, он толкает его в огонь. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас из людей Корана, которые читают его и живут по нему. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع الدعاء.